Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Bekmobil kanalimiz va arzon savdo ishqibozlari o'zimizda bor telefonlarimizni qisqacha video obzorini qilib beramiz. Xulosa anchadan video qo'ymay qo'ydik, narxlarni ham qulay qilib chiqarib beramiz. Har bir telefonni boshida aytib o'tamiz. Har bir telefonda alohida video obzor Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz. Boshida yana har doim beradigan savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti, shuni video kommentariyasiga shunday yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Xulosa, xo'p, bo'lmasam ekspertlarimizdan boshlayveraylik. Anchalar yig'ilib qo'ygan narxlar hozirgi kunda hozir ham olishga qulay narxda, chunki emailga to'lov qo'shildi. Bojxona bilasizlar, ko'pchilik xabar bo'lsa kerak, bojxona to'lov qo'shildi. 100 dollarga 30 dollar 30% hisobda qo'shildi. U degani 200 dollarlik tovarga 60 dollar bojxona to'lovi chiqarib beradi degani. Lekin hozirgi tovarlarimiz olib qolingan narxda ko'tarilmagan hali narxlar. Xudo xolasa hozir ham oladigan payt, masalan, telefon olmoqchi bo'lganlarga videoni jo'natib qo'yasizlar, narxlar bilan tanishib qo'yasizlar. Bu narxlar hozirgi 2-may sanasidagi narxlar. Xudo xolasa S22 ultralarimiz ideal holatda har xil rangda bor. Xudo xolasa Bardo'yi ham bor. Bardo'yda hozir video olyapmiz. S22 Ultra. Holatlar o'ta ham ideal holatda. iPhone dolasi yo'q. Ekranlari ham toza va taniq. Emakedan o'tgan koreyskiy bitta sim kartali. Telefoningiz narxini qilib beramiz. Anchalar arzon narxda bozorda 450 gacha sotilayotgan telefon bizlar uchun do'stlar 390 dollarga qo'yib beramiz. 390 dollardan foydalanib qolinglar. Bunaqa narxga ancha-munchasi beravermaydi. Har bir telefonimizda alohida video obzorini ko'rsatinglar desanglar, Telegram kanali orqali, Telegram orqali yozsanglar ko'rsatamiz mana. Qarilgan, cho'qilgan xudo xolasa joylari yo'q. Oynalari ham top-toza mana. Ekranlari ham top-toza. 12256 talik bo'ladi. Koreyskiy bitta sim kartali, 5000 mAh batareykalik. Qoralari bu ikkita qora, bitta bardovoy bor. Plus yevro varianti ham bor. Yevro varianti ham korov dokumentli 12256 talik variantdagi holatlar, ravno holatda va yaxshi holatda. Buni narxini qilib beramiz do'stlar, 410 dollarga qilib beramiz. Sababi mana. Arzimagan soyasi bor mana. Soyani ko'pchilik biladi, ziyoni yo'q, lekin aytarli emas. Masalan, ishlatadigan odam даже bilmaydi ham, endi telefon qurish biladi. Shuning uchun aytib qo'yapti, ozgina soyasi bor. 410 dollarga yevro variantini qilib beramiz. 500 dollargacha kerak sotilyapti hozir. Endi S21 Ultrani yevro variant tana holatdagi korobka dokumentligini olib kelib qo'yamiz. Qorasi mana. Abdullar ham vahshiy bitta chizilgan joyi, oynalar ham top-toza, ekranlar ham top-toza. Ayb nuqsoni yo'q. Telefoningiz narxiga kelgan bo'lsak, 345 dollarga qo'yib beramiz. 12256 talik variantda S21 Ultra yevro varianti bu. Koreyskisi ham kerak o'zi 350 sotishyapti A+ deb. Bunisi A+ holatdagisini biz sizlar uchun yevrosini 345 dollarga qilib beramiz. Korobkasi ham bor. Xo'p, S21 Ultrani bu ham holatlar ideal holatda. Ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q. Mana shu yerdagina ozgina petnosi bor mana. Shilingan joy bor. Bor joyini boricha aytamiz. Qolgan joylar abadolar tana holatda, kirishga ekranlar toza va tana holatda. Bu narxni qilib beramiz sizlar uchun do'stlar. 280 dollarga qo'yamiz. 280 dollarga S21 Ultra. Kam 300 dollar sotilyapti mana shu bozor narxida. Note 20 Ultralarimiz har xil narxda, har xil holatda bor. Note 20 Ultra yevro variant, korobka dokumentlari bor holatlar, ideal holatda. iPhone son chaqa chuqasi yo'q telefonimizda. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 340 dollarga qo'yib beramiz. 340 dollarga Note 20 Ultra korobka dokument 8256 talik. Ko'pchilik Note partiyaga qiziqadi, sababi kerak bo'lsa S21 Ultradan kuchli hisoblanadi. Note 20 Ultra koreyskiy variantda holatlar ideal holatda bo'lgan, ravno holatda, iPhone son yo'q, emakedan o'tgan telefonimiz. Narxini qilib beramiz. Bu narxini 290 dollarga qilib beramiz. Note 20 Ultrani qorasini so'rasizlar, 290 dollarga qo'yib beramiz. Yana Note 20 Ultra do'stlar. Buni yevro kirishga qo'yilgan ekan, ya'ni original kirishga qo'yilgan, faqat kirishga almashgan. Qolgan joylari holatlar tana holatda, ayni dolasi yo'q. Buni narxini qilib beramiz. Kirishga zaminaliligini hisobga do'stlar 275 dollarga qo'yib beramiz. 275 dollarga Note 20 Ultra. Yana bittasi bor. Bu ham kirishga zamina, bunisi radno kirishga emas, sotuvdagi kirishga, lekin yaxshi konkretni qo'yilgan. Qolgan joylari top-toza ayni uchun 265 dollarga qilamiz. Endi e'tibor berasizlar, 265 dollarga, 275 dollarga, 290 dollarga Note 20 Ultra koreyskiylarimiz bor va 340 dollarga yevro tana holatdagisi bor. S20 Ultrani ham yevro variantdagilarini olib kelib qo'yganmiz. Mana shu yerda chaqasi bor mana, chaqnagan, lekin radno holatda alishtirmadik. Bunda korobka dokumenti ham bor. Ikkita sim kartali, bitta sim kartasi emakedan o'tgan ekan. Korobkasi ham bor bu telefonimizda. Kimga qiziqsa bemalol zakaz beraveramiz. Koreyskisi ham 230 dollar atrofida bo'layotgan vaqtda biz sizlar uchun 235 dollarga qilib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 230 dollarga qilib beramiz. Bor yana 230 dollarga koreyskiy narxida yevro variant, yevro bilasizlar. Xo'p, koreyskiydan nimasi pastroq bo'lishiga qarama, svязlar вообще zo'r ushlab beradi va ikkita sim kartali yevro, 5 korobka yevroyimiz ham bor.
qorasi bu yerdagisi 12 ga 128 talik, ikkalasi ham 128 talik variantda 12 operatka bo'ladi. Buni narxini qilib beramiz sizlar uchun 240 dollarga qilib beramiz. 230 dollarga, 240 dollarga. Kirishkasini mana shu yerda uchgan joyi borligini hisoblaylik, ravni holatda. Buni ikkasini kattasi, endi koreyskiga keladigan 230 dollarga qilib beramiz. Holatlar ideal sostanadi mana. Ayb nuqsoni yo'q, 230 dollarga koreyskisi. A82 5 modelimiz ancha-muncha kelmay qo'ydi. A82 5 modelimiz 140 dollarga qilib beramiz. Holatlar yaxshi holatda, emekidan o'tgan koreyskiy bitta sim kartali bilasizlar bular. A82 anchalik kuchli tizimga ega telefon, ishlatmaganlarga tavsiya qilamiz. A73 5 modelimiz holatlari zo'r holatda, karob dokumenti bor, 8 ga 128 variantda. Emeki ro'yxatlardan o'tgan holatda telefoningizni narxini qilib beramiz. 175 dollarga qilib beramiz. Aloqa chiqib ko'rasizlar kimga qiziq bo'lsa, A73 modelimiz bu 400 dollar atrofida sotilgan. Hozir ko'pchilik qiziqqan, ko'pchilik ishlatadigan telefon so'raydi, so'rov bor, lekin kam kelish. A25 5 modelimiz 5 padesha qiladi, yangi modellardan hisoblanadi. Holatlari ideal holatda desak bo'laveradi. Karob dokument bor, ikkita sim kartali telefoningizni narxini qilib beramiz. Xo'p. 1.900.000 so'mga qilib beramiz unisini. So'mga aytaveraylik bunisini. Xo'p, navbatdagi modelimiz do'stlar, bu ham A25 5 modelimiz. Bunisi 256 talik xotiraligi, oppog'ini so'raganlar uchun holatlari zo'r holatda, karob dokument holatda. Buni narxini qilib beramiz 2.150.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, barcha aytilayotgan narxlar ichida xudo xolasa dastlabki qilib chiqarib beramiz. Hamma joyga kim qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar dastlabki qilsanglar bo'laveradi. Zaklab tashlab berasizlar, oldin aytamiz, zaklab tashlab berasizlar 200-300 ming so'm. Qolgan pulni borgan paytda pochtada bersanglar bo'laveradi. Ili do'konga keladigan bo'lsanglar, do'konga kelib xarid qilishlar mumkin. A15 modelimiz do'stlar, holatlari yaxshi holatda, rabnoy holatda, bitta sim kartasi emekidan o'tgan ekan. 256 talik variantda karob dokumentlar bor telefoningizda. Telefoningiz narxiga keladigan bo'lsak, 1.700.000 so'mga 256 talik A15 qilib beramiz sizlar uchun. A53 5 modelimiz koreyskiy bitta sim kartaligi hozir sotuvda mavjud. 1.500.000 so'mga qilib beramiz. 1.500.000 so'mga A53 5 zo'r xudo xolasa. A32 5 modelimiz endi 32 5000 mAh batareyka 4 ga 128 ta xotiraga ega bo'ladi. 5 padesha qiladi xudo xolasa. Koreyskiy bitta sim kartali narxini qilib beramiz 1.250.000 so'mga qilib beramiz. 100 dollar ham emas. Bir qator bozordagi narxlar bilan ili koreyskiy sotadiganlar narxlari bilan solishtirib ko'rasizlar, chunki adashmasam 120 dollar atrofida sotiladi. Hozir 95 dollarga ham bormayapti shekilli adashmasam. LG Velvet bu ham qimmat sotiladigan telefon. Lekin hozir bizdagi narxi anchalik qulay narxda 1.350.000 so'mga qilib beramiz. 105 dollar ham bo'lmaydi, 1.350.000 so'm. Xo'p, espartalar tuyatib qo'yaylik ana. S22 Plusimiz do'stlar. S22 Plusda S22 narxida chiqaramiz sizlar uchun. Holatlar ravnoy holatda yaxshi saslanadi. Nuqson xudo xolasa yo'q. Ekranlar toza, 8256 talik variantda. Telefonimiz narxini 300 dollardan kam sotilmayapti. Adashmasam, bunaqa holatda sizlar uchun 280 dollarga qilib beramiz. S22 Plus 280 dollarga. Endi S21 Pluslarimiz holatlari har xil holatdagisi bor. Bunisi eng ideal ekan. 230 dollarga qilib beramiz bunisini. 8256 talik koreyskiy bitta sim kartalik. Qorasini so'rasanglar, qorasini qancha qilib berasizlar? Qorasini 220 dollarga qilib beramiz. 230 dollar, 220 dollar. Va bizda hozir sotuvda 175 dollarga ham S21 Plus olsanglar bo'ladi. O'yna mana. Shilingani ko'ryapmi yo'qmi bilmadim. Ozgina shilingani bor, bitta steklo bilan yo'q qilib beramiz. Xudo xolasa, prosta mana qo'ymagan steklosini, sababi yashirinib qolmasin deb. Plus ekranida ozmuncha soyasi bor. Soyasi ham aytarli emas ekan. Shuni hisobiga 175 dollarga S21 Plus 4800 mAh batareyga 8256 talik variantda. Kerak bo'lsa S20 ni ham unaqa narxga bermaydi, 175 dollarga. S22 ni yevro varianti o'zimiz ishlatganmiz. Holatlari endi o'rta holatda, abudoylarda ozma shilingan joylari bor, lekin narxi koreyskiy narxida pashti 260 dollarga qo'yib beramiz. 8256 talik variantali, chunki 256 talik yevro variantda kam bo'ladi. 256 talik o'zimiz tovib ishlatganmiz, shuning uchun xudo xolasa yaxshi foydalanib qolsa bo'ladigan telefon bu ham. Endi S22 ni koreyskiysi mana. Holatlari yaxshi holatda, rabnoy holatda, emekidan o'tgan 8256 talik variantda bo'ladi. Bitta sim kartali, buni narxini qilib beramiz 235 dollarga qilib beramiz. S21larimiz do'stlar 180 dollarga. 180 dollarga holatlar zo'r holatdagi S21 taklif qilaman men sizlar uchun. S21 da yevro varianti endi ikkita sim kartali 8 ga 128 talik variantda $90 dollar yo'q, kirishganda mana shu yerdan mana boricha aytamiz, rabnoy holatda, lekin naki ko'chgan joyi bor ekan. Shuni hisob etib telefoningiz narxini 230 dollarga qilib beramiz. Yevro kam bo'ladi, bilasizlar. Ikkita sim karta
hozir amri mahol bo'lib tovush S20 ni tanani zo'rini ishlataman deganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. $205 atrofida sotilyapti. Xuddi shunday holatdagi biz sizlar uchun qilib beramiz. $190 S20 qo'yib beramiz. S21 nimaga arzon deganlar sababi kelishiga qarab narx qo'yapmiz. Sizlar ham mana uni ham qimmat sotsa bo'ladi, lekin kelishiga qarab narx qo'yib $180 S21, $190 S20 modelimiz. S10 Plus modellarimiz do'stlar, ikkita sim kartali afsanli yevrosi bu. Bu narxni qilib beramiz $170. $170 kerak koreyskiy sotilyapti. Holatlari ravno yaxshi holatda. Endi xuddi shuni koreyskiy holatlar idealni bunaqangi chiroyli svetdagini qilib beramiz $160. S10 Plus modellarimiz. S10 5G endi kelishiga qarab holatiga narx qo'yib beramiz. 8512 talik yarim terabaytli telefonimiz S10 5G. Holatlari ravno holatda ayb nuqsoni yo'q. Ekranlari ham toza xudo xolasa. Bu narxni $170 ga qo'yib beramiz. Xo'p. $170 ga S10 5G ni bunaqangi holatlar tana holatda bu ham hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Ideal holatda $170 ga qo'yib beramiz. Endi A+ variantini $200 dan kam sotishmayapti. Xuddi mana shu telefon do'stlar. A+ bitta tochkasi yo'q telefonda garantiya beramiz. Yo'qmasa qaytarib olishlarga ham garantiya beramiz bemalol mana. Bitta tochkasi yo'q, oynasida ham abudoy ekran hech qayerda. $180 ga qo'yib beramiz. $200 dan kam sotilmayapti bular. A51 telefonimiz, xo'p do'stlar, 1 million so'mga qo'yib beramiz. 464 talik 5 korobka. A41larimiz ham bor. Bunisini 950 ming so'mga qilib beramiz. Aqcham hozirgi yozi kuniga aqcham yaxshi sifatli telefon so'raganlar uchun A41 950 ming so'mga, bunisini 1 million so'mga qo'yib beramiz. Ko'kini kelishiga qarab aytganimizda narx qo'yapmiz. Ikkalasi bir xil telefon, ikkalasi ham 5 korobka. Faqat olinishida narxda farq bor, shuni hisobga. A32 telefonimiz 4G, bitta sim kartalik, koreyskiy bitta sim kartda tushadi. Narxini qilib beramiz 1 million so'mga qilib beramiz buni ham 32 ni. A14 1 million so'mga qilib beramiz. 464 talik korobka dokumentli holatda. A13 telefonimiz 32 talik variantda, korobka dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. 600 ming so'mga qilib beramiz. Arzonroq Samsung telefon so'raganlar uchun 32 talik 600 ming so'mga. Xo'p, bir boshga ketaveramiz endi. A10s'larimiz bor. Budjetli smartfon so'raganlar uchun do'stlar taklif qilamiz. Bittasini 400 ming so'mga qilib beramiz, bittasini 450 ming so'mga qilib beramiz. Korobka dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi telefonlarimizga. Redmi 8 464 talik variantda 550 ming so'mga. Honor X7 A+ bu 6000 mAh batareyali, holatlari ravno, korobka dokumenti bor. 128 talik variantda. Batareyasi ham zo'r yetib beradi. Qatmen netmen degan telefon. Narxini qilib beramiz 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Smart Infinix'dan Hot 40i modelimiz. Holatlari yangidek desak bo'laveradi. Holatlar ideal holatda 8256 ga e'tibor bersangiz 256 talik variantda korobka dokument. Bunaqangi chiroyli svet, abudoylarning yaltirab turib telefonimiz. Narxini 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Sovg'a padaashni telefon qilib olib bersanglar ham bo'laveradi, chunki holati zo'r. Keyingi modelimiz TechnoSpark 20 Pro do'stlar. Holatlari ideal holatda, korobka dokumentlari bor, ravno bunaqangi chiroyli svetda AMOLED displey, o'ziga xos dizaynga ega bo'lgan telefondan hisoblanadi. Yangisi anchalar qimmat telefon. Yangidek holatdagini biz sizlar uchun qilib beramiz. 1 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Qo'llanib qolsanglar bo'ladi. TechnoSpark 20 Pro bu. Endi xuddi shuni 20sini 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor, 256 talik variantda bu ham. Honor 90 Lite modelimiz 256 talik variantda, korobka dokumentlari bor, 1 million 200 ming so'mga qilib beramiz. X3 Pro ishqibozlar uchun X3 Pro ni 128 talik variantlari bor. Xo'p, korobka dokumenti ham adashmasam bor edi, 128 talik. Holatlar ravno holatda 1 million 100 ming so'mga. K50 gaming telefonimiz bor. Sotuvda do'stlar 2 million 50 ming so'mga, $160 ham bo'lmaydi, 2 million 50 ming so'mga. 12 ga 128 talik variantda, China versiyada. Xo'p, keyingi modelimiz 14C, Redmi 14C yangi model hisoblanadi. 256 talik variantda, 8256 talik variantda telefoningiz narxini qilib beramiz. Xo'p, 1 million so'mga qilib beramiz. 8256 talik 5 korobka shuni hisobiga. Endi игровой telefon bo'lsa, arzonroq narxda bo'lsin deganlar uchun Mi 10T modelimiz 628 talik variantda, kirishkasi almashgan deymiz, qolgan joylar yaxshi holatda, ekranlari ham toza ekan, fonon yo'q. Imekdan o'tgan holatda telefoningiz narxini 1 million 750 ming so'mga qilib beramiz. Игровой telefon hisoblanadi. O'yinlardan to'g'sa ham ishlatgan, ham игровой telefon. 11 ta 2 xil narxda bor, 1 million 900 ming so'mga qilib beradiganimiz bor. Отпечаткasi almashgan ekan, lekin qolgan joylar ham yo'q, ishlashlariga garantiya beriladi. Korobka dokumenti bor, 1 million 900 ming so'mga. Endi 2 million 150 ming so'mga 11 tani yaxshi holatdagi korobka dokument 828 talik variantligi bor. Xo'p, Redmi Note 13 modelimiz
828 talik variantda karob dokumentlar bor. Ikkita sim kartali telefonimizni narxini qilib beramiz 1.500.000 so'mga, 1.550.000 so'mga qilib beramiz ekan. Xo'p, endi xuddi shuni 13 Pro idealniy sostenada karob dokumentlari bor 8256 talik variantligini qilib beramiz 2.150.000 so'mga qilib beramiz sizlar uchun. Xo'p, Redmi ixchamroq, xotirasi baland, yaxshi telefon qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Note 12S modelimiz 8256 talik variantda 1.400.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p. 13 tane bez imeykasi bor. Bez imeyka ishlataman deganlar uchun hozirgi narxi 280 dollargacha karob dokumentligi sotilyapti. O'zimizda ham sotilyapti. Hozirda bor sotuvda ham. Xo'p, bu bez korobka variantda 8256 talik 13 ta do'stlar. Narxiga keladigan bo'lsak, bez imeykalar uchun telefonimiz narxini 215 dollarga qo'yib beramiz. Borganda 210 dollarga qo'yib beraman do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlar imeyka qo'lasizlar, xohlasanglar chetga chiqadinglar, ishlagan chiqib ketadinglar, olsanglar bo'laveradi. Chunki 280 dollar sotiladigan narsa 210 dollarga. Poco X6 Pro modelimiz do'stlar. 8256 talik variantda korobka dokument zaryadchigi bor. Telefonimiz narxini qilib beramiz 245 dollarga qilib beramiz. Xuddi shuni gold tali sariq orqasi matviy ishlangani ham bor. U ham korobka dokument full komplekt holatda, u ham 245 dollarga. Aytib o'tganimizdek, har bir telefonda alohida video obzorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumotlari bilan joylab qo'ygan. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, sizlar uchun ham bizning uchun foydali bo'ladi. Bu 13 ta endi mana holatlar, ideal holatda 12256 talik variantdagi bu korobka dokument karob dokument holatda telefonimiz narxini 280 dollarga qilib beramiz 12256 taligini. 8 galigan xuddi shunaqa narxda sotilyapti. Endi xo'p, Infinixda 20 Pro GT telefonimiz korobka dokument zaryadchi holatda telefonimiz katta korobkaligi 8256 talik variantda o'yinlarda 120 fps ochib beradigan, ham dizayn tomondan ham ishlash tomondan anchalar kuchli telefon hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar 240 dollarga qilib beramiz. Infinix 20 Pro GT telefonimiz 240 dollarga. Endi yana bitta kuchli, ham giroy, ham ishlatgani, ham flagman modellardan hisoblanadi. Xo'p, Poco F5 Pro'si bu do'stlar 12256 talik variantda korobka dokument rabno holatda telefonimiz. Holatlari ham zo'r holatda. 500 dollar atrofida sotilgan telefonni biz sizlar uchun 280 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. 12 ta Pro modelimiz ham bor do'stlar bizda. 8256 talik variantda korobka dokumentlari bor telefonimiz narxini qo'yib beramiz do'stlar. 255 dollarga qilib beramiz. 12 ta Pro'si bu, 12 tani o'zi emas. Xo'p, endi navbat iPhone'larimizga keldi desak bo'laveradi. iPhone'larimizni tepaga solmagan uchun pastga qo'yib qo'yib 8 iPhone 8 telefonimiz 1.200.000 so'mga qilib beramiz. 64 talik 100 yo'nkisi. iPhone X telefoni Face ID turibdi, hamma bor. Telefonimiz narxini qilib beramiz 64 talik, yo'nkisi pastroq ekan, 63 ekan. 1.650.000 so'mga qo'yib beramiz. XS telefonimiz 78 talik variantlarini qilib beramiz 2.100.000 so'mga. Batareyasi 100 Koreya regioni ekan. Xo'p, 100 yo'nkisida 64 talik. Bunisini Gold'ini qilib beramiz. Buni ham 2.100.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. Endi 256 talik variantda 82 yo'nkisligi bor do'stlar. Bunisi narxini beramiz 175 dollarga qilib beramiz. 2300.000 so'm atrofida bo'ladi. 12 minini ham zo'r, yaxshi holatdagisi, xotirasi baland va yo'nkisi ham baland bor. 86 ga 128 talik. Holatlari yaxshi, zo'r holatda desak bo'laveradi. Telefonimiz narxini qilib beramiz 205 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. 12 mini 86 ga 128 talik 205 dollarga. Endi xuddi shuni yo'nkisi pastroq bor 76 ga 128 talik bunaqangi chiroyli svetda, ayni nuqson dolasi yo'q, yaxshi statsionarda imekdan o'tgan. Xo'p, buni narxini qilib beramiz do'stlar 190 dollarga qo'yib beramiz 12 mini. 7 pluslarni arzon narxda chiqarib beramiz do'stlar 950 ming so'mga qilib beramiz. 32 talik batareyasi 100 yo'nkisi. XR telefonimiz ofitsialniy korobkali bo'lib chiqqani sotuvda mavjud. 87 yo'nkisi 128 talik iPhone XR 16 Pro korpus bosilgan bunga. Buni narxini qilib beramiz do'stlar 200 dollarga qilib beramiz, 200 dollarga. Endi xuddi shuni desert sveti bor. Bunisini korobkasi ham bor. Qorasini desert sveti bunga korpus bosilgan, bunga original XR korpus bosilgan. Batareyasi 100 128 talik variantda. Yangidek holatda desak bo'laveradi korpusni, chunki ishlanmagan yangi korpus bosilgan. Bundan qilib beramiz 205 dollarga qilib beramiz. Xo'p, bunaqangi ajoyib telefonimiz bor, iPhone'ga o'xshagan modelimiz 700 ming so'mga qilib beramiz buni.
iPhone 7 Plus'imiz. Bu ham 32 talik variantda, batareyasi almashgan, 100 usulinni 950 ming so'mga. iPhone 8 Plus'imiz do'stlar, holatlari zo'r holatda, 78 yo'ngisi 64 talik. Hamma yo'q ishlaydi, Face ID turibdi, отпечаток hamma yo'q ishlaydi. Telefonimiz garantiyalari bilan do'stlar 1 million 600 ming so'mga qilib beramiz. iPhone XR'da arzonroq do'stlar, 80 yo'ngisi 128 talik variantda, radni hamma yo'q ishlaydi, Face ID turibdi, hamma yo'q bor. Telefonimizni narxini qilib beramiz do'stlar. $155 qilib beramiz. Dollar hisobiga aytaveramiz. So'mga kimga qiziq bo'lsa, so'mga tushib bera olamiz. Sababi bular dollarga, ko'pchilik dollarga aytmaydi, nimaga dollar? Sababi bular dollarga aytiladi, dollarga foyda qo'yiladi. Buni telefon pulchilar tushunadi. Ko'pi bilasizlar. Tushunmaganlar uchun tavsiya aytyapmiz. Dollarni so'mga tushib beraveramiz. 82 yo'ngisi 128 talik variantda XR telefonimiz, ikkita sim kartalik cha versiyasi bor. Ikkita sim karta ofitsialni tushadi. Bunga buni narxini qilib beramiz, $190 qilib beramiz. Yo'ngisi ham baland, xotirasi ham baland, plus ikkita sim karta ham tushadi. iPhone 11 telefonimiz 76 ga 128 talik variantda $210 ga 76 ga 128 talik. iPhone 11 telefonimiz do'stlar, orqa kirishkasi almashgan, lekin garantiyalarni qilib beramiz. 256 talik variantda, batareyasi 100, batareyasi alishgan, 100 usulinni qilib qo'yilgan tayyor. Xotirasi 256 talik, xotirasi baland, arzonroq narxda umr so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. $210 ga qo'yib beramiz. Yana bitta $210 ga qo'yib beraylik. 86 ga 128 talik variantda telefonimiz, korobkasi ham bor buni. Mana shu yerda mana dars ketgan kirishkasi. Shuni hisobiga $210 ga bu ham. $240 ga 79 yo'ngisida holatlari ideal holatda bo'lgan korobka dokument bunaqa chiroyli svetdagi radniy holatda iPhone 11 telefonimiz. $240 ga. Xo'p, iPhone 11 Pro telefonlarimiz $235 dan qo'yib beramiz do'stlar. 80 yo'ngisida 64 talik variantda. Holatlar radniy. Hamma yo'q ishlaydi, Face ID turdonlari bor. Endi 71 yo'ngisi 256 talik varianti bor do'stlar. $220 ga qo'yib beramiz buni. 71 ga 256 talik variantini. XS Max telefonimiz 80 yo'ngisi 256 talik variantda do'stlar, $210 ga qo'yib beramiz. Xo'p, mashinasi sal ozgina belida qiyshiqligi bor ekan. Buni ko'rinmaydi nimada. Hamma yo'q ishlaydi, radniy holatda 84 ga 64 talik variantda telefonimiz. iPhone XS Max telefonimiz 84 yo'ngisida 64 talik variantda. Buni $190 ga qo'yib beramiz. Xo'p, yana bittanimiz bor. Bunisi ham adashmasam 81 mi, 82 yo'ngisi edi do'stlar. Buning narxini ham $210 ga qo'yib beramiz. Bu ham 256 talik variantda. iPhone 12 telefonimiz do'stlar, 76 ga 128 talik variantda $240 ga qo'yib beramiz. 76 ga 128 talik. Xo'p, 76 ga 64 talik variantini qilib beramiz. $225 ga iPhone 12 $225 ga. Yo'ngisi ozgina pastroqligi uchun. 77 ga 256 talik iPhone 12 bunaqangi chiroyli svetda, oqim so'raganlar uchun, xotirasi baland so'raganlar uchun $270 ga qo'yib beramiz. iPhone 12 Pro do'stlar, 78 yo'ngisi 128 talik variantda, orqa kirishkasi zamina bo'lgan, almashgan. Face ID turibdi, hamma ishlaydi, garantiyalar bilan qilib beramiz do'stlar. Telefonimiz narxini $260 ga qo'yib beramiz. iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro do'stlar, 79 yo'ngisi 128 talik, korobka dokumentlari ham bor. Radniy holatda hamma ishlaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, $310 ga qo'yib beramiz do'stlar sizlar uchun. Xo'p, iPhone 13 telefonimiz bor, batareyasi almashgan, ekrani ham originaliga almashgan. Narxi ham o'ta ham qulay narxda. $280 ga qo'yib beramiz, garantiyalar bilan qilib beramiz. iPhone 13 Pro do'stlar, 86 yo'ngisida 128 talik variantda, ikkita sim kartali, ofitsialli ikkita sim karta tushadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $465 ga qo'yib beramiz. Bitta sim kartali ham hozir shunaqa sotilyapti. 13 Max'da do'stlar arzondan kelib qoldi, foydalanib qolsanglar bo'ladi. 86 yo'ngisida 128 talik atrofga xotiraga telefon to'liq radniy holatda, mana shu yerdagina uchgan joyi bor. Telegram orqali yozsanglar ham uchgan joyini ko'rsatib qo'yamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $505 ga qo'yib beramiz 13 Max telefonimiz. Endi xuddi shuni radniy hamma yo'q chotki holatda, holatlari ideal holatda, chiroyli svetdagisini 88 yo'ngisida 128 talik atrofga xotiraga ega, koreyskiy sim karta bitta ketadi. Imekadan o'tgan holatda. Telefonimiz narxini qilib beramiz, $565 ga qo'yib beramiz do'stlar. Endi texnik yangi telefonlarimizni ham ko'rsatib qo'ydik. Mana shu ekranni ko'rsatib qo'yaylik. 12 Pro do'stlar, 12 operatorga 512 talik xotira vakuum holatda, ochilmagan, ishlanmagan.
kam 310 dollar xarid qilsanglar, biz sizlar uchun 300 dollarga chiqarib beramiz. 12 512 taligini 14 Pro deganim. 14 Pro BM'dagi 1 yil servis garantiyali ikkalasi ham. Bunisi 12 256 talik, 12 galigi operatorda farq bor bilasizlar. Buni narxini beramiz 270 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Chunki dillerda o'zi kerak bo'lsa 300 dollarga 275 dollar beradi. Foydalanib qolinglar, vakuum holatda mana ochilmagan holatda qo'lingizga yetib boradi do'stlar. 14 Pro olmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz do'stlar. 300 dollarga 270 dollarga dastlabkasi ichida qilib chiqarib beramiz. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tovarlarimiz shular edi do'stlar. Yangilarini muntazam ravishda Telegram kanalimizga joylab boramiz. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, sizlar uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi. Yangi issiq tovarlarni olishlarni YouTube'ga uzoqroqda video qo'yib qo'yapmiz. Shuni hisobiga kanalga o'tib qo'yinglar, xudo xohlasa. Dastlabkilarimizni aytib o'tganimizdek hamma joyga bor, O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz. Chetdan turib pul tushirib bersanglar bo'laveradi. Kerak bo'lsa uylargacha dastlabki qilib beramiz, xudo xohlasa. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video tarqalishi uchun like bilan kommentariy yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz.